Ko'rdinglarmi? Yo'l harakat qoidalariga rioya qilmaslik qanaqa oqibatga olib kelishini ko'ramiz, qanaqa qoidabuzarlik bo'lgan. Qora avtomobil juda ko'p qoida buzyapti. Birinchidan, yo'l harakat qoidalarining 45-bandi, ya'ni pоворot chirog'i yoqmadi bo'ldi. Ko'rdinglar o'zinglar, buruch chirog'i umuman yoqilgani yo'q. Ikkinchidan, 53-bandni, ya'ni haydovchi manevr qilayotgan bo'lsa, o'sha qilmoqchi bo'lgan manevri boshqa yo'l harakat qatnashchilariga xalaqit bermasligiga va xavf bilmasligiga ishonch hosil qilish kerak. Uchinchidan, bir oq sidirg'a chizuvni bosyapti. To'rtinchidan, 56-bandga binoan burilmoqchimi, qayrilmoqchimi haydovchi shu yo'nalishdagi eng chekka holatni egallash kerak. Eng chekka holat, ya'ni yashil turgan avtomobil eng chekka holat bo'lyapti bu hozir. Bu hozir chaproqdan o'ngga burilyapti. Bu ham qoidabuzarlik. Mana ko'rasizlar, bir xil aytishi mumkin. Avtor unaqa qilsa bo'ladi, unaqa qilish iloji bo'lmagandir-da. Sekinlashish iloji bo'lmagan. Qatdan biladi hozir qora avtomobil o'ngga burishini. Pоворot ham yoqmagan-ku. Iltimos, qoidaga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingiz chiqmasin-a.